Tuxumni suvda pishirib yeyvermay, menga o'xshash 15 minutdan tayyor qilib bo'lgan tuxum bilan sujini manda kop qilib yeyapman. Ta'mingizga qag'dek ajoyib o'xshaydi kejimi? Qaranglar o'xshab ketganiga. Buningga ko'p material ketmaydi. Itsolim intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz. Eng avval ehtiyojimiz qarta tuxumni suvda pishirib tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha ar-arasiga dori-darmaklarni yaxshi sinib kirish uchun mushtaq pichoq qurib yetamiz. Endi buning bilan birga qo'riydiganға sujini videoda ko'rsatgandek to'g'rab tayyorlab olamiz. Yaxshi ko'rsanglar non, mogolardan azroq aralashtirsanglar bo'ldi. Undan keyin zira, lazuni, oqkunjitdan muvofiq miqdorda tayyorlab olamiz. Endi qozonga azroq moy qo'yib olamiz. Mening ishlatganim uzundan beri o'zim yoqtirib ishlatib kelayotgan Atbuloq birinchi darajalik sarangzimiyi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, oziqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mim shunchalik payzam, tetimliq. Ko'rib turganinglardek may qizgandan keyin tuxumni silib sarg'aytib bakra qo'rib olamiz. Undan keyin sujini silib oldikayni sarg'aytib elib olamiz. Endi qozonning tiyida qolgan mayga abiyatin tayyorlab olgan dori-darmaklarni silib, yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin suji, tuxumlarni silib, dori-darmaklarning yaxshi singib ketish uchun videoda ko'rsatgandek tekshir aralashtirib taqsiga olsaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Uydagilar manda tuxum kavib qilib berilgan bo'lsanglar, tuxum yemaydigan bolalaringlarni talishib turib yeyapti. Ta'mizgacha ham bak yeyishlik. Oila chuqur yetib sinab beqinglarjimi? O'rganib oldingizmi? Qiynamisiz yetib sinab beqing?